Marg'ilonlik farg'onalik qizlar diqqatiga. Uyda o'tirgan holda halol pul topishni istasangiz, Sibirskiy Zdarovyani bilasizlar, shu paytgacha qancha kompaniyalar chiqdi, hammasi yo'q bo'lib ketdi. Faqatgina Sibirskiy Zdarovya rostgo'ylik uchun, narsalari aktivniy uchun, effekti borligi uchun ildizi baquvvat bo'lib turibdi va hozirgacha mana yosh qizlar jentralar olib minib yurishibdi. Agar siz ham uyda o'tirgan holda ishlamoqchi bo'lsangiz, Sibirskiy Zdarovyani tavsiya qilaman sizga. Va o'zim Sibirskiy Zdarovyani magniysini ichaman. Men ko'p o'quvchilarimga aytaman, kechki payt magniy ichib yotinglar, ertalab yod ichinglar. Yod yetishmasligidan qalqonsimon bezlarimiz narusheniya qiladi, semirib ketamiz, ozib ketamiz, asabiy bo'lamiz va hokazo. Men sizlarga Sibirskiy Zdarovyani tavsiya qilaman, magniysini va yodini. Yana boshqa mahsulotlarni qizlarni o'zlari bilan bog'lanib ko'rishlaringiz, qiziqishlaringiz mumkin. Sirkalarini qoldiraman. Bu qiz ismlari Surayya.